Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan har birimiz uchun nihoyatda muhim, ammo ko'pchilikni xavotirga solayotgan bir masalani, ya'ni pensiya tizimidagi katta o'zgarishlarni muhokama qilamiz. Hamma gap 2026 yilda kuchga kirishi kutilayotgan yangi qoidalarda. Bu o'zgarishlar shunchalik jiddiyki, ular sizning kelajagingizga, farovonligingizga bevosita ta'sir qiladi. Ba'zi insonlar pensiya to'lovlarini butunlay yo'qotishi, boshqalari esa sezilarli darajada kamroq mablag' olishi mumkin. Bu mavzu har biringizga tegishli. Shuning uchun diqqat bilan eshiting va videoni oxirigacha ko'ring. Agarda kelajakda pul bilan bog'liq muammolaringiz bo'lishini istamasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu siz uchun katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Pensiya tizimida nima o'zgardi va bundan oldin qanday edi? Avvalo, mamlakatimizda pensiya hisoblash va tayinlash jarayoni uzoq yillar davomida ma'lum bir qoidalar asosida amalga oshirilib kelindi. Asosiy e'tibor shubhasiz umumiy ish stajiga qaratilar edi. Ya'ni insonning hayoti davomida rasmiy ish joylarida necha yil ishlagani pensiya olish huquqini belgilovchi asosiy mezon hisoblanar edi. Masalan, ayollar uchun 25 yoshda kamida 20 yil ish staji, erkaklar uchun esa 60 yoshda kamida 25 yil ish staji minimal talab bo'lgan. Agar inson ushbu yoshga va stajga ega bo'lsa, u pensiya olish huquqiga ega bo'lar edi. Pensiyaning miqdori esa asosan uning so'nggi 5 yil yoki 10 yil davomidagi ish haqi miqdoriga qarab ba'zi hisob-kitoblar asosida belgilanar edi. Bu tizim ko'pchilik uchun tushunarli va nisbatan barqaror hisoblangan. Hatto ma'lum bir kamchiliklariga qaramay, u aholining katta qismini ijtimoiy himoya qilishga xizmat qilgan. Ba'zi hollarda norasmiy ish stajini ham ma'lum bir mezonlar asosida hisobga olish imkoniyatlari mavjud bo'lgan. Ammo bu juda murakkab jarayon edi. Endi esa keling, 2026 yildan boshlab bizni qanday o'zgarishlar kutayotganini tahlil qilaylik. Hukumat va mutaxassislar tomonidan bildirilayotgan ma'lumotlarga ko'ra, pensiya tizimi yanada adolatli va barqaror bo'lishi uchun, shuningdek demografik o'zgarishlar va mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishini hisobga olgan holda yangi qoidalar joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Asosiy o'zgarishlardan biri shuki, endilikda nafaqat umumiy ish staji, balki fuqaroning pensiya jamg'armasiga qancha ijtimoiy sug'urta badallari to'lagani ham pensiya miqdorini belgilovchi asosiy omilga aylanadi. Boshqacha aytganda, tizim soliq to'laganiga yarasha pensiya olasan tamoyiliga tobora yaqinlashadi. Bu degani, siz rasmiy ravishda ishlagan yillaringiz va oylik ish haqingizning miqdori, ya'ni undan to'langan ijtimoiy sug'urta badallari pensiyangizni bevosita shakllantiradi. Kamroq badal to'laganlar hatto uzoq stajga ega bo'lsa ham kamroq pensiya olishlari mumkin. Shuningdek, minimal ish staji talabi ham oshirilishi yoki undan ham muhimi pensiya ball tizimi joriy etilishi mumkin. Pensiya ballari tizimi har bir yil uchun to'langan badallar asosida ma'lum ballar berilishini va pensiya ana shu ballar yig'indisiga ko'ra hisoblanishini nazarda tutadi. Bu o'zgarishlar pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, kelajakda davlatga tushadigan yukni kamaytirish va har bir fuqaroning o'z pensiyasini shakllantirishda faol ishtirokini rag'batlantirishni maqsad qilgan. Ushbu yangi qoidalar shubhasiz ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan. Chunki uzoq vaqt davomida yuqori maosh bilan ishlagan va ko'p badal to'lagan shaxslar endi munosibroq pensiya olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Biroq bu o'z navbatida o'z mehnat faoliyatini norasmiy tarzda olib borgan yoki minimal ish haqi bilan ishlagan shaxslar uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Keling, bu o'zgarishlar kimga ta'sir qilishini va kimlar xavotirlanishi kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda ish staji yetarli bo'lmagan, mehnat faoliyati uzilgan, norasmiy ishlagan yoki yaqin kelajakda pensiya yoshiga yetayotgan, ammo to'plangan ballari staji bo'yicha shubhalari bor shaxslar xavotirlanishi kerak. Yangi tizimda har bir rasmiy ish staji yili va unga mos badallar miqdori nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Ikkinchi navbatda doimo minimal ish haqi bilan rasmiylashtirilgan, ammo aslida undan ko'proq maosh olgan shaxslar ham jiddiy muammolarga duch kelishlari mumkin. Chunki to'langan badallar minimal bo'lgani sababli ularning pensiyasi ham shu darajaga mos keladigan miqdorda hisoblanadi. Hatto staji yetarli bo'lsa ham. Kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Uzoq muddatli, rasmiy va doimiy mehnat stajiga ega bo'lganlar, shuningdek, doimiy ravishda yuqori ijtimoiy sug'urta badallari to'lab kelganlar, asosan
xavotirlanmasliklari mumkin. Agar siz pensiyaga allaqachon chiqqan bo'lsangiz, umuman olganda, sizning pensiyangiz yangi qoidalar bo'yicha qayta hisoblanishi ehtimoli kam. Biroq bu boradagi aniq tafsilotlar hali to'liq e'lon qilinmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun diqqatni pasaytirmaslik lozim. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollar orqali bu o'zgarishlarning qanday ta'sir qilishini ko'rib chiqamiz. Bir misol, yetarli bo'lmagan staj holati. Dilshod aka hozir emakash yoshda. U 2026 yilda, ya'ni 60 yoshga to'lganda pensiyaga chiqishi kerak. Uning rasmiy mehnat daftarchasida 2000 yil rasmiy ish staji mavjud. Biroq hayotining 5 yil davomida u yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan, lekin bu davrda pensiya jamg'armasiga badallarni to'liq to'lamagan yoki umuman to'lamagan. Eski qoidalar bo'yicha. Erkaklar uchun minimal 25 yil ish staji talab qilingan bo'lsa ham, Dilshod akaning 2 yillik rasmiy staji va ba'zi hisob-kitoblar, shuningdek, ma'lum bir imtiyozlar orqali pensiya olish mumkin bo'lgan holatlar yuzaga kelishi mumkin edi. Yangi qoidalar kuchga kirishi bilan vaziyat tubdan o'zgaradi. Endi har bir yil ayniqsa, har bir to'langan ijtimoiy sug'urta badali muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Agar yangi tizimda 25 yillik minimal staj qat'iyroq talab etilsa yoki pensiya ballari tizimi joriy etilsa, Dilshod akaning tadbirkorlik faoliyati davridagi 5 yillik bo'sh davri uning pensiyasini sezilarli darajada kamaytirishi yoki eng yomoni uni pensiya olish huquqidan butunlay mahrum etishi mumkin. Sababi, tadbirkorlik davrida to'lanmagan badallar uning umumiy pensiya ballari yig'indisiga kiritilmaydi. Bu esa uning yig'ilgan ballarini pensiya tayinlash uchun yetarli darajadan pastga tushirib yuboradi. Natijada Dilshod aka nafaqat kam pensiya oladi, balki ba'zi hollarda agar minimal talablar yetarli ballarga teng bo'lsa, umuman pensiyasiz qolishi ham mumkin. Bu albatta oilasining moddiy ahvoliga salbiy ta'sir ko'rsatadi. 2 misol. Kam badallar holati. Gulnora opa hozir 25 yoshda. U umrining deyarli 30 yilini rasmiy ish joylarida mehnat qilib o'tkazgan. Uning mehnat daftarchasida uzluksiz staj bor. Bu ayollar uchun belgilangan 2000 yillik minimal stajdan ancha ko'p. Biroq Gulnora opa ishlagan korxonalar ko'pincha uning oyligini rasmiy ravishda minimal darajada ko'rsatib, qolgan qismini konvertda berishgan. Bu esa uning ish haqidan pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan ijtimoiy sug'urta badallarining ham minimal darajada bo'lishiga olib kelgan. Eski qoidalar bo'yicha Gulnora opaning staji yetarli bo'lganligi sababli u qonuniy pensiya olish huquqiga ega bo'lar edi. Pensiya miqdori uning so'nggi yillardagi rasmiy ish haqi asosida hisoblanar edi. Bu esa minimal bo'lsa ham baribir bir miqdor pensiya degan edi. Yangi qoidalar joriy etilishi bilan esa vaziyat o'zgaradi. Endilikda pensiya hisob-kitobi nafaqat stajga, balki pensiya jamg'armasiga ajratilgan ijtimoiy to'lovlarning aniq miqdoriga ham bog'liq bo'ladi. Gulnora opaning kam badallari kelajakdagi pensiyasini sezilarli darajada kamaytiradi. Hatto 3000 yillik staji bo'lsa ham, agar u har doim minimal badallar to'lagan bo'lsa, uning pensiya ballari juda past bo'ladi va natijada u minimal pensiya miqdoridan ham ozroq pul olishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, uning uzoq yillik mehnati to'liq qadrlanmagandek tuyulishi mumkin. Chunki pensiya miqdori uning to'plagan badallari bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Uning turmush darajasi esa kutilganidan ancha past pensiya sababli sezilarli darajada yomonlashishi mumkin. 3 misol. Norasmiy chet eldagi mehnat holati. Sarvar hozir 15 yoshda. Uning O'zbekistonda bor yo'g'i 5 yil rasmiy ish staji bor. Qolgan 20 yil davomida esa u Rossiya Federatsiyasida norasmiy ravishda, ya'ni hech qanday mehnat shartnomasisiz va rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan ishlagan. Bu davrda u Rossiya pensiya fondiga ham, O'zbekiston pensiya jamg'armasiga ham hech qanday badal to'lamagan. Eski qoidalar bo'yicha chet eldagi stajni hisoblashda ba'zi cheklovlar mavjud bo'lsa ham, ma'lum bir mezonlar asosida uni qisman rasmiylashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan, ammo bu ham juda murakkab va individual holatlarda hal qilinadigan masala edi. Yangi qoidalar joriy etilishi bilan Sarvar kabi shaxslar uchun vaziyat yanada murakkablashadi. Endilikda norasmiy stajni hisobga olish deyarli imkonsiz bo'ladi. Chet elda to'langan soliqlarni tasdiqlash talabi qo'yilishi mumkin. Bu esa norasmiy ishlaganlar uchun deyarli amalga oshmaydigan vazifa. Sarvarning Rossiyadagi 20 yillik mehnat tajribasi umuman hisobga olinmasligi natijasida uning faqat O'zbekistondagi 5 yillik rasmiy staji pensiya hisob-kitobida inobatga olinadi. Bu esa uning pensiyasi qolishiga
yoki faqat minimal stajga ega bo'lgani uchun juda oz miqdorda pensiya olishiga olib kelishi mumkin. Bu kabi holatlar migrantlar orasida keng tarqalgan bo'lib, ularning kelajakdagi ijtimoiy himoyasizligiga sabab bo'lishi mumkin. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi pensiya qoidalari har bir fuqaroning o'z mehnat faoliyatini rasmiy ravishda yuritishi va ijtimoiy sug'urta badallarini o'z vaqtida va to'liq to'lashi naqadar muhimligini ta'kidlaydi. Hukumat bu o'zgarishlarni demografik yukning ortib borayotgani, pensiya fondining barqarorligini ta'minlash zarurati va norasmiy bandlikni kamaytirish orqali mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash maqsadida amalga oshirmoqda. Bu orqali har bir ishlayotgan fuqaro o'zining kelajakdagi pensiyasiga bevosita ta'sir qila olishi. Ya'ni bugun qancha to'lasang, ertaga shuncha olasan, tamoyil ustuvor bo'lishi ko'zda tutilgan. Pensiya tizimida doimo istisnolar, to'siqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan jihatlar mavjud. Yangi qoidalar bilan birga bu nuanslar yanada muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Keling, bu jihatlarni birma-bir ko'rib chiqaylik. Istisnolar kimlarga tegishli? Bilgi, nogironligi bo'lgan shaxslar va ikki guruh nogironligi bo'lgan fuqarolar uchun pensiya tayinlash qoidalari odatda umumiy qoidalardan farq qiladi. Ularning ish stajiga bo'lgan talablar kamaytirilishi yoki pensiya miqdori boshqacha mexanizm asosida hisoblanishi mumkin. Bu ularning mehnat qilish imkoniyatlarining cheklanganligini hisobga olgan holda ijtimoiy himoya chorasidir. Yangi tizimda ham bu toifa shaxslar uchun ma'lum bir imtiyozlar saqlanib qolishi kutilmoqda. Ammo ularning miqdori va hisoblash tartibi qanday o'zgarishi aniq bo'lishi lozim. 2. Ko'p bolali onalar. Ayrim mamlakatlarda bo'lgani kabi. O'zbekistonda ham ko'p bolali onalar uchun pensiya yoshi kamaytirilishi yoki minimal ish staji talabiga nisbatan yengilliklar berilishi mumkin. Bu ularning oila va jamiyat oldidagi xizmatlarini e'tirof etishdir. Bu boradagi o'zgarishlar ham yangi qoidalarda o'z aksini topishi kutilmoqda. Harbiylar, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari va ayrim xavfli kasb egalari. Bu toifadagi shaxslar uchun ko'pincha maxsus pensiya ta'minoti tizimlari mavjud. Ularning xizmat muddatlari va xizmat sharoitlari boshqa kasblardan farq qilganligi sababli ular uchun pensiya yoshi va staj talablari boshqacha bo'ladi. Yangi qoidalar bu toifadagi shaxslarga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Chunki ularning tizimlari alohida tartibga solinadi. 4. Pensiya oluvchilar. Pensiyaga allaqachon chiqqan shaxslarning pensiyalari yangi qoidalar bo'yicha qayta hisoblanishi yoki kamaytirilishi ehtimoli juda past. Odatda bunday katta o'zgarishlar faqat kelajakda pensiyaga chiqadigan shaxslarga taalluqli bo'ladi. Biroq pensiyalarni indeksatsiya qilish, ya'ni inflyatsiyani hisobga olgan holda oshirish tartibida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. To'siqlar pitfalls 1. O'z ish stajingiz va to'plangan ballaringiz haqida ma'lumotga ega bo'lmaslik. Ko'pchilik o'zining mehnat daftarchasiga yillar davomida qaramaydi yoki elektron mehnat daftarchasidagi ma'lumotlar bilan tanish emas. Bu esa kelajakda kutilmagan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Yangi tizimda har bir badalning miqdori juda muhim bo'ladi. 2. Umumiy staj va sug'urta staji o'rtasidagi farq. Ilgari umumiy staj tushunchasi ustuvor edi. Yangi qoidalar bilan esa sug'urta staji. Ya'ni pensiya jamg'armasiga bevosita ijtimoiy sug'urta badallari to'langan davrlar yanada muhimroq bo'lishi mumkin. Bu ikki tushunchani aralashtirmaslik kerak, chunki ularning hisob kitobi va pensiya miqdoriga ta'siri har xil bo'lishi mumkin. Masalan, ishsizlik nafaqasi olgan davrlar umumiy stajga kirishi mumkin, ammo sug'urta stajga kirmasligi mumkin agar bu davrda badal to'lanmagan bo'lsa. O'tu ish beruvchilar bilan norasmiy kelishuvlar. Ba'zi ish beruvchilar soliqlarni va ijtimoiy badallarni kamroq to'lash maqsadida xodimlarning oylik maoshini rasmiy ravishda past ko'rsatishi mumkin. Bu xodimning bugungi daromadi yuqori bo'lsa-da, kelajakdagi pensiyasining juda kam bo'lishiga olib keladi. Bu xodim uchun juda katta xavfdir. 4. Hujjatlarni tartibga solishni oxirgi daqiqaga qoldirish. Ko'pchilik pensiya yoshiga yaqinlashganda hujjatlarni tekshirishni boshlaydi. Bu esa yo'qolgan hujjatlarni tiklash, xatolarni tuzatish yoki yetishmayotgan stajni rasmiylashtirish uchun yetarli vaqt qolmasligiga olib keladi. Bu jarayon juda uzoq va murakkab bo'lishi mumkin. Noaniq nuanslar 1. Shaxsiy pensiya hisob varag'ining roli. Ba'zi mamlakatlarda har bir fuqaro uchun shaxsiy pensiya hisob varag'i mavjud bo'lib, u yerda barcha to'langan badallar va to'plangan ballar aks etadi. Agarda O'zbekistonda ham shunga o'xshash tizim yanada rivojlantirilsa, bu har bir fuqaroga o'z pensiyasining shakllanishini kuzatish imkonini beradi.
2. Inflyatsiyaning pensiya qiymatiga ta'siri. Agar pensiya hisob kitoblar qat'iy summalarga bog'lansa, inflyatsiya tufayli pensiyaning sotib olish qobiliyati vaqt o'tishi bilan kamayishi mumkin. Shuning uchun pensiyalarni indeksatsiya qilish mexanizmlari doimiy ravishda takomillashtirilishi juda muhim. 3. Yetishmayotgan ish stajini sotib olish imkoniyati. Ba'zi mamlakatlarda fuqarolar o'zlarining yetishmayotgan ish stajini ma'lum bir miqdorda badal to'lab sotib olish imkoniyatiga ega. Agar O'zbekistonda ham bunday mexanizm joriy etilsa, bu Dilshod aka kabi shaxslar uchun ajoyib imkoniyat bo'ladi. Biroq bu jarayon qanday amalga oshirilishi, qancha turishi va kimlar uchun mavjud bo'lishi muhim masaladir. Bu ko'pincha bir yillik staj uchun o'rtacha ish haqi asosida badal to'lashni talab qiladi. 4. Mavjud pensiyalar uchun indeksatsiya qoidalaridagi o'zgarishlar. Hozirda pensiya olib turganlar uchun pensiya miqdorini inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirish tartibida ham o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bu o'zgarishlar pensiya miqdorining qanchalik tez va qancha foizga oshirilishiga ta'sir qiladi. Bu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, pensiya masalasi juda murakkab va diqqatli yondashuvni talab qiladi. Shuning uchun har bir fuqaro o'zining kelajagini ta'minlash uchun hozirdan choralar ko'rishi shart. Xo'sh, bu o'zgarishlar fonida siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz lozim? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. 1 qadam. O'zingizning mehnat stajingizni va to'langan badallaringizni tekshiring. Bu siz uchun birinchi va eng muhim qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan borishingiz mumkin. U yerda sizga shaxsiy hisob varag'ingizdan ko'chirma berilishi kerak. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining hududiy bo'limlariga murojaat qilish mumkin. Chunki ular mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumotlarga ega. Eng qulay yo'li esa yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz orqali elektron shaklda o'z mehnat stajingiz va pensiya jamg'armasiga to'langan badallar haqida ma'lumot olishdir. Bu xizmat juda qulay va tezkor ishlaydi. Nimaga e'tibor berish kerak? Ishga kirgan va chiqqan sanalar to'g'riligiga. Rasmiy ish haqingiz to'g'ri ko'rsatilganligiga. Har oyda sizning ish haqingizdan pensiya jamg'armasiga qancha badal o'tkazilganiga. Bu ayniqsa yangi qoidalar joriy etilganda juda muhim bo'ladi. Agar sizda biror bir xato yoki nomuvofiqlik aniqlansa, darhol uni tuzatish choralarini ko'ring. 2 qadam. Yetishmayotgan hujjatlarni to'plang yoki tiklang. Agar sizning mehnat stajingizda uzilishlar bo'lsa yoki ba'zi davrlar rasmiylashtirilmagan bo'lsa, sizga qo'shimcha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Mehnat daftarchasi, agar u yo'qolgan bo'lsa, uni tiklashga harakat qiling. Mehnat shartnomalari. Ish beruvchilar bilan tuzilgan barcha mehnat shartnomalarini saqlab qo'ying. Ish haqi ma'lumotnomalari, ish joyingizdan ish haqingiz haqida ma'lumotnomalar oling. Harbiy xizmat hujjatlari. Harbiy chipta yoki harbiy xizmat tasdiqlovchi boshqa hujjatlar. Diplomlar, o'quv yurtlari sertifikatlari. Ta'lim davri ham ayrim hollarda stajga hisoblanishi mumkin. Qanday tiklash kerak? Arxiv muassasalari. Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, uning arxivi joylashgan hududiy davlat arxiviga murojaat qiling. Sobiq ish beruvchilar agar korxona hali faoliyat yuritayotgan bo'lsa, u yerga murojaat qilib, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruqlarning nusxalarini, ish haqi ma'lumotnomalarini olishingiz mumkin. 3 qadam. Norasmiy ishingizni rasmiylashtirish yo'llarini o'rganing. Agar siz uzoq vaqt norasmiy ishlagan bo'lsangiz, pensiyasiz qolmaslik uchun bu davrni rasmiylashtirishni o'ylab ko'ring. O'zini o'zi band qilish. Agar siz biror xizmat ko'rsatish sohasida ishlayotgan bo'lsangiz, o'zingizni o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazishingiz va har oyda pensiya jamg'armasiga minimal badallar to'lashingiz mumkin. Bu sizga ish stajini shakllantirish imkonini beradi. Xorijda ishlaganlar uchun O'zbekistonning ayrim davlatlar bilan pensiya masalasida kelishuvlari mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, Rossiya, Qozog'iston. Bu kelishuvlarni o'rganing. Shuningdek, O'zbekiston pensiya jamg'armasiga ixtiyoriy badallar to'lash imkoniyatlari mavjud bo'lsa, undan foydalanishni ko'rib chiqing. Bu orqali siz chet elda ishlagan davringiz uchun ham pensiya ballari to'plashingiz mumkin. 4 qadam. Mutaxassislar bilan maslahatlashing. Pensiya masalalari bo'yicha mutaxassislar yordamidan foydalanishdan cho'chimang. Pensiya jamg'armasi xodimlari, ular sizning shaxsiy holatingizni ko'rib chiqib, aniq maslahatlar berishadi. Yuridik yordam agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, masalan, sud orqali stajni tasdiqlash kerak bo'lsa,
advokat yoki huquqshunos yordamiga murojaat qiling. Eng muhimi, oxirgi daqiqaga qoldirmang. 2026 yil tez keladi. Hozirdan harakatni boshlang. 5 qadam. Rasmiy daromadingizni va badallaringizni oshirish yo'llarini qidiring. Agar sizning rasmiy oyligingiz past bo'lsa, ish beruvchingiz bilan muzokara qiling. Agar imkon bo'lsa, rasmiy maoshni oshirishga harakat qiling. Bu kelajakdagi pensiyangizni sezilarli darajada oshiradi. Ixtiyoriy badallar, agar sizda qo'shimcha mablag' bo'lsa, pensiya jamg'armasiga ixtiyoriy ravishda qo'shimcha badallar to'lash imkoniyatlarini o'rganing. Bu sizning pensiya ballaringizni ko'paytirishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, 2026 yildan boshlab pensiya tizimida yuz beradigan o'zgarishlar sizning kelajakdagi farovonligingizni belgilaydi. Bu shunchaki qoidalar o'zgarishi emas. Bu har birimizdan mas'uliyat va faollikni talab qiladigan jiddiy jarayon. Pensiyasiz qolish yoki kompensiya olish kabi kutilmagan holatlarga tushib qolmaslik uchun hozirdan o'z mehnat stajingizni, badallaringizni tekshiring. Yetishmayotgan hujjatlarni tartibga soling va norasmiy ishingizni rasmiylashtirish yo'llarini izlang. Esingizda bo'lsin, kelajakdagi pensiyangiz bugungi harakatlaringizga bevosita bog'liq. Ushbu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz ularni diqqat bilan o'qiymiz va imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoni baholang, ya'ni like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz bunday muhim va dolzarb ma'lumotlarni doimiy ravishda ulashishda davom etamiz. O'zingiz va yaqinlaringizga g'amxo'rlik qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha